O'sha kuni men do'konga borganimda meni sotuvchi urgandi va men oyimning oldiga borib, boshqa chek so'ramayman deb keldim. Shahbozda menimcha butun soliq markaziy apparati tikka tursa ham arziydigan ish qilding, Shahboz. 1000 marta rahmat ota-onangga. To'ppa-to'g'ri qilasan. Seni bitta so'ragan chekingning arkasida Sirdaryodagi bog'cha bor, maktab bor, yo'llar bor, oylik bor, byudjet bor. Shuning uchun men senga minnatdorman. Mana shu minnatdorchiligimiz bor. Men hammaga chek so'rashni tavsiya qilaman. O'rtoqlarimga, do'stlarimga, qarindoshlarimga chek olish nafaqat o'zimizga, hattoki davlatga ham foydasi tegadi. Hamma soliqchilarga kattakon rahmat. Men kutmagandim.